Assalomu alaykum Xorazm moto savdo obunachileri. Bugungi savdamiz Deman skuteri bo'ldi. Deman skuterining egasi kameraga tushishni xohlamadi. Qatag'ondan Hikmat berdik. Kameraga tushsam jo'ramlar jo'shtiradi deb 2-3 million so'm pul tushaman deb kameraga tushishni xohlamadi. Deman skuterimizni bitta pulini berdilar aldidan, sal qolganini dogovor etib 1 oy 2 ichida bo'lib berdik. Dogovor faqat Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida beriladi. Deman skuterimiz 20'likten 5 tane akümülatör, 250'lik motor, yan başında dugaları var. 80 kilometre, 100 kilometreçe yürüp verildi. Skuterimizi doğru taze gempertemizden korupkeni açıp klientimiz elinde yığınlap verdik. Ben şimdi skuterle gerek olsa Xorazm motosavdoga kelaversin. Naqd kredit Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida 1 oy 2 oy ichida bo'lib beramiz. Variantlarımız, uyğurlarımız ko'p, kelaverasizlar. Xorazm motosavdo Qo'shko'pir tumani Joyxon bozorida joylashgan.